Bu yengil pichog'imiz. Yengil pichoq. Yengil, malatkoyi bor. Ha. Donni maydalab beradi. Ha, Urib beradi. Bu ham xuddi bu og'ir pichog'imiz. Mahaviyli. Mahaviydan og'ir pichoq. Bu da xuddi shunday segmentlar bor, ha? O. Maşallah, balon bilan. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, janob Baytugun anglatouvchilari, tug'anlar, bugun biz Jalolobod jergasine geldik. Jalolobodda Qayrag'ashda Bug'achayingdagi mana shu O'zbekistondan nomer 1 bo'lgan Drabilkani Tornadoni tartib kelganmiz. Hozirgi uchurdagi mana shu Tornado Drabilkasini tartqani keldik tug'anlar. O'zingizlar ko'rib turgandayli, buyursa yaxshi sezon keldi. Qo'y, mallar jaylidan qaytdi, уже bag'ga kirganlar da ko'p, maldan çöptü dağı ekonomi qilam deganlar, uydele jem, çöp bardın uyda qilam deganlar. Buyursa mana shu videoni ayni keyin ko'rib, qo'llar etinde bir-birdan like'tan basıp tursanızlar, bu yerda doimiy mana shu Marufjon agamiz mana shu drabilkalar bo'yicha barin bir chetdan ko'rsatib, ma'lumot beradi, to'liq ma'lumotni olamiz. Marufjon aka, assalomu alaykum. Hocaga. Tesotar yaxshi aka? Rahmat. Halol o'tasizmi? Zo'r. Maşallah. Drabilkalar chiqyapti. Ha aka. Xudo xolasa chiqyapti aka. Xudo xolasa yetkazib beryapmiz xalqqa aka. Drabilka bo'yicha hozir ham bir qator ma'lumot beraylik aka. Sezon keldi. Qo'ylar, mallar jaylidan qaytdi. Sarayga o'sha qamag'anlar qamadi. Demi bunday yelga udobniy, shartni, yaxshi shart bo'la turgan qilib turib, drabilkalardagi yaxshilarini ko'rsataylik. Buyursa birinchilar pichoqlaridan boshlab ko'rsatib boshlaylik, ha? Hocaga, mana bu yengil pichog'imiz. Yengil pichoq. Yengil, malatkoyi bor. Donni maydalab beradi. Urib beradi. Bu ham xuddi bu og'ir pichog'imiz. Mahaviyli. Mahaviydan og'ir pichoq. Bu da xuddi shunday segmentlar bor, ha? O. Malatkoyi bor. Ikkosi birdek, vazifasi bir xil. Bu hozir videoda jarayonda aytib o'tib ketamiz. Yengillik og'ir. Pichog'i mana o'tda kuydirilgan, yoqqa shimitilgan pichoq bo'ladi, qalin pichoq bo'ladi. Mana aka, hammasi pichoqlarning qalinlari bo'ladi. Qalin pichoq qo'yamiz. Keyin 3 ta setkasi bo'ladi. Cho'pniki 5li, 2li setkasi bo'ladi aka. Bu cho'pga bu arpa bilan jugoruk, ha? O. Bu budayga tortaveradi. Buday. Makkani donini ham tortaveradi. Makkani donini tortaverganman. Hozir ish jarayonida mashlarni vaqtdan yutishuncha bu yerda qoplab qo'yganman, ko'rsatib beraman hammasini. Buday, makka, qolgan shu paya ne olsa barini tartib ko'rsatamiz. Mana shu bitta drabilga hammasini vazifasini bajaradi. O'shunda basa belgi aytaylik, gevlari shunday aytsaqdali makka tartaveradi, buday tartaveradi deb qayerda so'raganlar bo'ldi-da. Mana shu bir drabilkani olasizlar, buday jem negizi jem atının barini tartadi, çöp, paya, bede ayırması yo'q. Birli drabilka, universal bo'ladi. Buyursa drabilkalar bo'yicha qator ko'rsatamiz. Bug'achayingdagi tartib kelganmiz. Hozirdaги tartib sezonda bir yaxshi qilib ko'rsatib o'tamiz. Onlar bu birinchi drabilka o'sha buday solinib makka aralashgan-la. Buday desek de bo'ladi. Mana bu ot to'kilib ketdi. Buni ham tortaveradi. Buni ham tortaveradi. 2li setkada. 2li setkada. Mardagi bilan solmasa bo'ldi 2likka. 2likka mardagi bilan solsa ham bag'i mayda bo'ldi emas. Tig'ilib qolishi mumkin, ha? Shunday. Hozir boshdan ko'rsatib beraman aka. Chekidan ko'rsatib boshlayveraylik. Bismillah deb, mana nechukta tartiblarni ko'rib o'tasizlar, qanday tartiblar. O'zi bismillah deganlar budayni ochib qo'yadi, o'zi tushaveradi hozir. Ochib qo'ysa o'zimday tartib ketaveradi. Chekadan ko'rib o'tasizlar. Budayni olib ketadi o'zi, makka men buday deydi. Aralashtirib, ichkariga qarab tartaveradi. Mana shu qarabcha. Hozir tartib jem chiqqandagi ko'rsatadi o'zini. Tartiblarni ko'rsatadi. Negizi nechukimda o'rab olib tartsangizdagi nechuk ichida bo'laveradi. Ana qayera boshqa g'avim nega solvosangizdagi bo'ladi ekan. Tartiblarni ko'rasizlar, qanday tartiblar. Jan tartib ko'rsatadi, bo'ldi. Maytda hozir o'chirib. O'chiradi. Oldin bo'lka akali qilardik. Bo'lka akani o'tasiganmiz, ключевой qilib qo'yganmiz, oson. Kuchaklarni ochib turib, setka solmashtiraveradi. Qayta to'kni ko'rsatib beradi. Voltmetr hozir o'chirib qo'ydim. Voltmetr ko'rsatadi hozirdan. Negizi 160 bilan emasi? 170 ha? 170 dan tepasiga ishlayveradi. 170 dan ustidan buyursa mana shu drabilka to'q ishlataverasizlar. Ana 220 bo'lsa ham andan yaxshi. Maşallah hozir budayni bunday ekilik mayda setka bilan topgan ko'raylik. Buday makkani boshday emasinicha uqalangan. Makka aralash bug'doy. Aralash.
Совсем содым өткенде мәкәменен мудайдан ашпаса, жеген мал деле, қой деле жырғайды екен да. Endi shuni mana 500 setkada Makkani chiqarib ko'rsatdim menga. Жаңағы чоңырақ сеткада бешіктен мәкәнен мындай қоланған. Эко биреле драбилка туандар. Просто сеткасын алмастырып қойған болды. Мәкән татылсан көріп тұрсаңдар. Үстінен дағы, мындағы өзінен бағы атып келе тұрған жерінен дағы дебой жағынан атып кетіп мына. Мәкән татылсан көріп тұрсаңдар. Бұл бешік сеткаға татылды туандар. Өте мықты. Татылқанын көріп тұрсаңдар, қандай татылды. Endi filtr ablika alsаңыздар, бұл жанден үзірі да. Аластар сразу жем, будай, көп, айырмасы жоқ. Любойын тартады. Рекордтен бірдей. Бұлардың моторында айырмасы жоқ. Аны видеоның орталарында айтып кетері. Шетінен. Драйбиканы мынандай жақшысын іздеп отқандар болса, бұйырса экранға номерлерін қалтырауыз, байланышып, дағы да малымат алсаңыздар болады. Азыр мына шул драйбикалар бойынша бір шетінен көрсете өрелі. Мына уже чоң 5 сеткадан сеткасында көріп тұрсар, 5 сетка татылған. Жемді қараңыздар. Бұл дағына мал қойғы татылып жегенде дағы сіңімдөйлігі дағы жақшы болады. Бүтін жегенде қарағаншы мәкәніне. Қараңыздар, қандай соның жасалып тұр. Драйбиканы көріп тұрсар. Кейінгі драбикаларда бұйырса пая, беде, чөп, саман айырмасы жоқ, тартып бұлар да көрсетеміз. Mana aka, hozir bu qo'y bo'lib chiqaradi. Bu mol bo'lib chiqaradi. Ekonomiyasында сеткаларын қойғанбыз. Мына, бұда сетка тұрады. Бұда ында айтқанда 5 сетка болады екен, 5 setka. 5 сетка болады екен бұл. 5 сетка бұда пая, малға лайықты, бұл шул қойға лайықты болып шығарып береді екен да. Hozir mana shuni aralashtirib chiqarib beraman xo'jaga. Аралаштырып универсал қылып шығарып көрсетеді. Шындай салады, бияқтан шындай шығады. Бисмилла деп көрсетеді әлі. Пая кетті. Көріп отырсыздар, қандай тартылды. Енді беде кетті, беден салан арады. Қойға лайықты өме, қойға өсеңіздер қойдыр. Тоқтауай жей тұраңыз. Беден шоқлаңыздар. Жақсы болып көр, білмейді, қандай қойға. Еме қойға сапсым қойдар жырғайды да бұны. Саман кетті. Үшөңкеңілі чөп аттыны бардығын арылаштырып, бұндай қанда шекер апыл тұрып қойдар өсеңіз, семірген қойдар семіріп да бұйырсам ағыраңыздар. Бұл aralashib tasa shakar bo'lib qotganda. Endi bu qarang, Makka ham ichida mana onlar mana Makka. Makkadagi, bededagi, samondagi uchetengna universal. Endi vitaminning bardigi o'shida bo'ladi, aralashibchi. Jegen qo'ydagi semiradi. Mana shu Makkada. Makka, samon, buday ayirmasi yo'q, bardig'in. Bu endi qo'yga layiq bo'lib tartildi aka. Endi mol bo'lib qilib chiqarib beraman. Malga layiq qilib, bismillah deb o'ylab samondan boshladi. Samondan chiqayotganini ko'rasizlar qanday. Bu setkasi olib qo'ygan, setkasi olib qo'yganday, juda qanday korobkadan mesta qilib olsangizlar, mana o'sha to'plaveradi. Samon, bede ayirmasi yo'q. Diboy universal tartadi. O'zlari ko'rib turganday ekan. Qanday tartlatganini ko'rasizlar. O'ta muhti dengede jasalgan драйбика. Bo'lsa tornadodan alam desengizler, halağınlar desengizler de olur, halağınlar saldırsanızlar da olur. Hazır o şol boyunca dağı bir daha baldan olur. Payan aranızları, bayağı stretle koy, o şol olup tatkında mal kaçya, öte sorunlar. Paya, saman ayırması yok, diboy, kalk olur. Saloktan göre taslar, kanday salın odasına. Bu Marşan aka maldan da kaşık çıkmaydı ekan da. Chiqmaydi. Mana shu moldi. Malga layiqdi, iri-iri ememday, qo'yga qaraganda iriroq mana. Mallari chachmaydi da, bunday olib chiqib ele sразу jey berib turgan. Payasi dili, buday dili bardig'i bir xil tartilgan. Muna nazar. Драйбикаларга сөз жоқ. Өтө мыкты. Драйбиканы сонун жасап
Emin oluştur. Özür dağına jem. Endi hozir aka buni qarang. Ko'rasan. Buni ko'ryapsizmi? Maşallah. Balon menen. Hozir endi motori yo'q ekan, ha? Motori yo'q. Balon qo'yib qo'ysanglar, liboy yoqqa sizlar olib borib qo'yaveradi. Ke, ko'tarish bor demaydi. Ha. Shunda o'zi yetalab olib ketaveradi. O'zida o'zaratdagi balon jag'ini sudrab ketaveradi. Zakaz berilsa bunga ozgina qo'shilib qoladi. Balonlarni. Balonlariga. Mana shunaqa ham qilib beraveramiz. Balonlik ham qilib beraveramiz. Xuddi o'shalar drabinka bardigi temiridagi bardigi o'shalar nima drabinka bo'lgan o'sha balon jag'idan o'zgarish bo'lib tur. Bir ko'tarishib qo'y, jildirishib qo'y deb aytgan, sразу hozir sudrab ko'rsatdi. Marshan aka. O'ta so'ng. Bunda yaxshi o'ylabsizlar. Bayaq endi uylarda oqsoqol kishilar bo'lib qoladi. Yosh bolalar yo'qcha. To'ppa-to'g'ri. Ayollar ham yetalab yuraveradi, ayollar. Bunda holatdagi sudrab qolgan joyini olib borib qo'yib, to'qqa sayib ishlataverayotganda. Marshan aka endi dastavkani aytaylik birinchi. Qanday bo'ladi dastavka? Dastavka 7 oblast markazigacha yetkazib beramiz. 7 oblastning rayonlarına, shaharlarına yetkazib berasizlar. Xudo xolasa. Maşallah. 5 kundan 10 kun ichigacha yetkazib beramiz aka. Ha, 5 kundan 10 kungacha Rashid olib o'shaqalar, ha? Shunaqa. 5 kundan 10 kungacha qarab yetkazib berasiz. O'zlaridan aka mana, oson. Hozir ham rezinkalar qo'yildik. Ha. Temirning qalinligini bunday yerdan ko'rsang, ko'rasizlar. Qalin temirdan qo'yiladi, pichog'i da qo'yiladi. Hozir ham pichoq bilan motor qo'yildik. Bu ham жаңылып жасап тұрлы көрсетіп қойды, көрсетті алды. Ана бұл жақта драбинкаларды Тоны сварка қылдырып. Ана әке. Бардық жағынан құйылып, ерметке жасалады, дейм? Бардық жағыны бүтін жақсы қылып сваркалап жасаймыз дейді. Машинаға балаларына ойлап, балаларына айтайлы, қандай болады балалар әке? Балалар әке. Әке мәну пычақ. Мәну 18 мм дравлик, алюминий мотор. Shunga jez qo'yib, mashq pichoqdan qo'yib bersam 21 ming so'm bo'ladi. Jez motor qo'yib turib, shu pichoqdan qo'ysa 21 ming bo'ladi. Bu alyumin motor 18 ming. Alyumin motorga qo'yib bersam 18 ming bo'ladi. Nol tortaveradi. Ha, tortaveradi. Mo pichoqni qo'yib bersam aka. Jez motorga qo'yib beraman xolos. 25 ming bo'ladi. Balon qo'yib bersam 26 ming so'm bo'ladi. 1000 so'm qo'shilib qoladi. Aka buni tok zo'r joylarga beraman. Tok yaxshi joylarda bu. Bag'i aylantirish kerak-da bundağı tok kuchi kelib, ha? Kuchi ozroq bo'lsa, motor qiynalib qoladi. Qiynalib qoladi. Xudo xolasa chiroyli qilib aka qo'ldan kelgancha hammasini bir xil qilib mana o'zingiz ko'ryapsiz jarayonni. Chiroyli qilib ishlab chiqaryapmiz. Elga yetkazib beryapmiz xudo xolasa. Ishlatishyapti maza qilib. Hozir ham bundayda aka. Siz hozir aytdingizda bardığın bir xil deganingizcha, hozir mana shu drabinka turadi-da, tartib ko'rsatdik. Bardığıncha ish ustida da ko'rsatdik. Ko'pchilik aytganday bu boshqa drabinka jasag'ani bo'lib bo'lib qoladi deb o'ylab qolishi mumkin-da. Liboy drabinkani qo'yib turib tortadi. Liboy drabinka bir xil bo'lib jasaladi aka, buyursa. Bag'anday tartish uchun kuchtirog'ini qo'yib deb tushunganlar da bor ekan-da. Buyursa, oljag'ina javob. Bu ne ish qilsa boshqa drabinkalar o'shalar ish qiladi. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmaydi. Aka, pichog'ini sinagani, mana hozir aka, ashi nimangizga ish jarayoniga aka, mana shu pichoqni yengil pichoq. Hozir ochib videoda bir minutga to'xtatib turing, keyin ko'rsatib beraylik narsani. Drabinkanı üstüne alaylı, prosta budayı tөгülüp etmesin. Bunu alıp durup bıçağına gösteririz. Buna yem açıp da aç yere koyalım da görüyorsun. Tartılgan boyunca turat. Ha. Bu cemna üstüne alındı. Aka mana yengil pichoq aka. Yengil pichoqdan jasalgan da görüyorsun. Maha emas, ikkili setka. Setkasi buna. Usulle buna cemni tartib chiqarib ko'rsatdi. Buna limidech. Bu da şol buna pichoqlar go'yli bardig'i shu yengil pichoqdan, ha? Mana shu hammasi yengil pichoqdan. Payan, moyam, poya hammasini chiqardik mana. Bardig'ini chiqarib ko'rsatdi. Mana shularni ham ko'rsatib beraylik aka. Ha, bunalardagi baq elga ishonchli bo'lsin. Va juqa pichoqdan da ko'rsatamiz. Va to'q ozroq yerlarga aydak deydilar. Ko'rdingizlar. Mana bari yengil pichoq aka. Bardig'i bunday yengil pichoqdan jasalgan. O'zlerdagi ko'rdingizlar. Bular Marsenaka alyumin bo'lsa 18 ming dedingiz aka. Mana bular jez mashi, mana bu jez. Bunlar jez motorni. Sari o'tiradi. 21 ming so'm. 21 ming so'm deydi. Dastavkasi bekor. 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 Misali 18 ming so'mga drabinkani olsa, shu Jet oblastning shahar rayonlarida o'sha summan ichida yetirib berasizlar. O'ta so'nin.
Алдын алюминий мотору менен 18 000 сом, жез менен алсаңыздар 21 000 сом болот экен. Махавиктики 25 000 сом болот едиңиз, а? Аны только жезге коюп бересиз. Жезге коюп беребиз. Алюминий баг ток азы көп жерлерде бир аз кыйналып калышы мүмкүн. Мүмкүн. Ошого основном жезге коюп берип атасыздар. Жезге коюп берсе жакшы болот ака. Бакуатыраак болот да. Кудо кааласа маза кылып иштетишет ака. Бирок эми баягы ток көп жерлерге махавиктен алса өтө жыргап маза кылып иштейт. Оздан иштетебизби мына? О, негизи биз деле алып Марчанакадан алып иштетебиз. Жем махавиктенчи айырмасы жок. Ток баягы стабилизатор бар үйлөргө болсо, совсем айт экен, биз стабилизатор бар эле койдук. 220 ток келип турат. Ишти мындай айтканда өтө сонун кылат. Ал боюнча да видео кылабыз сондар. Буюрса бааларындагы баарын айттык. Буюрса Марчанаканын номерин экранга WhatsApp связь номерин калтырабыз. Анан WhatsApp'тан байланыштын көбүнчө. WhatsApp'тан аке, келген WhatsApp'тан келген mana bu yerda nomerlarimiz bor Drabilkada. Belayni antina har safargidek o'ynab qolyapti, tushalmay qolishyapti. O'shani aytaman. Aka keyin shashiltirishmasin. 5 kundan 10 kungacha yetkazib beramiz. 5-10 kun ichida уже yetkazib berasizlar. Yetkazib beramiz. Endi bo'lishuncha jasab chiqargan harakat qilib o'tasizlar. Harakat qilyapmiz. Endi yetkazib olmay qolyapmiz hamda aka. O'shanga aka xafa bo'lmay turishadi. 5-10 kun buyursa, kutib tursa yetib boradi adresini. Bir jumadan aşı 10 kungacha, ha? 10 kungacha aka yetkazib beramiz. O'ta sonun. Drayvikalarni ko'rasizlar. Marshal aka, iyilik doim shunday drayvikalarning yaxshilarin, sapattularin, anan dag'i bir жаңылык qilib o'tirib chiqarib turishingizga Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin, ha? Ishingizga iyilik. Shunday tuğanlar. Mal, jandiq, qo'y bardığını bag'am deganlar, mana drayvikaning universali любой ishni qiladi. Buyursa olib сөйлесеңіздер болады. Адрес şu Кайрагашта болады, профизавод. Бұл жақта канал бойлап келген жол бар. Жалауатта аркасынан келгеннен кейін екінші светофордан эле солға канал бойлап бұрылып келсеңіздер, мына ушул жерде Маршан агасы тосолат. Келем дегендерге. Анан башка региондогулар салып берсеңіздер, алып барып, өздөрү алып барып коюп, ошол жерде иштетип көрсөтүп, анан акчасын берсеңіздер дагы болот ондар. Каналга катар каталайтыңыздар, тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.